Navoiy viloyatida Damas haydovchisi 23 nafar bog'cha bolasini mast holatda tashib ketayotgani aniqlandi. Bu haqda viloyat Ichki ishlar boshqarmasi yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Voqea 15-sentyabr kuni Navoiy viloyatining Navbahor tumanida sodir bo'lgan. Nazorat tadbirlari davomida to'xtatilgan Damas avtomashinasi salonida 23 nafar bola va haydovchidan tashqari yana 2 nafar tarbiyachi ham borligi aniqlangan. Fuqaro maxsus moslama yordamida ko'rikdan o'tkazilgach, mastligi ma'lum bo'lgan. Sizda mastlik holati chiqdi, hurmatli haydovchi. Xohlasangiz mana tanishishingiz ham mumkin. 200 ko'rsatkichda. Shuningdek, uning haydovchilik guvohnomasi ham, avtomobilni boshqarish huquqi ham yo'qligi aniqlangan. Damasdagi bolalar orasida haydovchining o'z farzandi ham bo'lgan. Haydovchining aytishicha, u bir kun avval pivo ichgan. 2025-yil 15-sentyabr kuni o'z qayinmamga tegishli Damas avtomobili harakatlanib kelayotgan vaqtimda Navbahor tuman hokimiyati oldida yo'l-patrul xodimlari to'xtatdi, mastlik holatini aniqladi. Hamda ichida 25 ta voyaga yetmagan bog'cha tarbiyalanuvchi. Bir kun charchagandim, shuni pivo ichdim. Avtomashina ichida o'zimning farzandim ham bor edi, yana qo'rqmay qaytdim. Holat yuzasidan haydovchiga nisbatan tegishli tartibda chora ko'rilib, mashinasi vaqtincha saqlash uchun jarima maydoniga joylashtirildi.